Assalamu alaykum muhtaram televizor ko'ruvchilar. Ko'rib atqaninglar Amerika poytaxti Washingtondan tarqatilib atgan Erkin Asiya radiosi to'r televiziyasining haftalik muhim xabarlar sahifasi. Men Gulchehra. Mazkur programmamizda mushu bir hafta jarayonida radiomizda anlatilgan bir qism Uyg'urlarga doir muhim xabarlarimizni eslatib o'tmoqchimiz. Diqqat bergaysizlar. Xitoy hukumati yaqında Uyghur Abdunum rayonining raisi Shuhrat Zakir orqali tarbiyalash markazlariga qamalganlarning mutlaq ko'p qismining qo'yib berilganligini jakalagan edi. Ammo xalqaro jamoat buningga bo'lgan kuchli gumonlarni ifodalab, Xitoy hukumatini bu vaqtdagi haqiqiy isbotlarni ko'rsatishga chaqiriq qildi. Radiomiz muxbirining Qumul, Xotan qatorliq joylardagi ahvol aniqlashi jarayonida lagerlardan qo'yib berilgan kishilarning 1% kimi bormaydiganligi oydinlashdi. Muajiratdagi ko'plagan Uyg'urlarmi o'zlarining buningga ishonmaydiganligini bildirib, 90% ni isbotla chaqirig'ini boshladi. Hamda Xitoy hukumatining yana bir qitim dunyoni aldamoqchi bo'layotganligini aybladi. Yaqında Türkiye'de panolanayotgan Zinnatgul Tursunning 2 bolasi bilan Xitoyga qaytarilganligi to'g'risidagi xabarlar ma'lum bo'lmoqda. Xabarlarda aytilishicha, Turkiya Ko'chmanlar idorasi Zinnatgul Tursun ismli bir Uyg'ur ayolni Tojikiston fuqarosi degan nomda Tojikistonga qaytarib etgan. Zinnatgulning muajiratdagi hadisi bu haqda ma'lumot berib, G'uljidagi saqchilarning Zinnatgulning 2 bolasini ularning tuqqanlariga akilib berganligini, ammo Zinnatgulning nada ekanligidan xabari yo'qligini aytgan. Turkiya hukumatı bu haqdagi savollarga javob berib, Zinnatgul Tursun ismli ayolning chigirdan chiqmaganligini, ular Tojikistonga o'tkazib bergan ayolning Tojikiston fuqarosi ekanligini ta'kidlagan. Amerikaning 2020 yildagi prezidentlik sayloviga qatnashadigan Demokratik partiya nomzodlari saylam haqidagi munozara faoliyatini boshlab o'tgan bo'lib, buningda Uyg'urlar masalasi eng muhim savollarning biri bo'ldi. Munozirada Xitoy hukumatining Uyg'urlarga tutgan muomalasi va Hong Kongning vaziyati Amerika tashqi siyosatiga qanday ta'sir ko'rsatadi degan savolga har qaysi nomzodlar bir-birlab o'z qarashlarini ifodaladi. Vermont shtatining senatori Bernie Sanders bu vaqt so'z qilib, Xitoy hukumatini aybladi. Analizchilar bu vaqt fikr bayon qilib, bu hol Uyg'urlar uchun yangi ilgirlash. Shundaqla Uyg'urlar masalasining Amerika hamda boshqa g'arb ellarida asosiy iqlim masalasiga aylanish uchun ijobiy qimmatga ega dedi. Xitoy hukumatining Uyg'ur diyoridagi lager tutqunlarini ichkariga yo'tkash jarayonida bir qism mahbuslarni Xitoy o'lkasidagi turmalarga o'rinlashtirganligi ma'lum bo'ldi. Zimiston to'rining xabarida 2000 Uyg'ur mahbusining Xinanga elib ketilganligi aytiladi. Muxbirimizning ahvol egallashi jarayonida Xitoy hukumatining Xinjiangdan yo'tkalgan mahbuslarni boshqarish ishxonasi nomida maxsus ishxona ta'sis qilganligi oshkorlandi. Shundaqda aloqador xodimlar Xinanga yo'tkalgan bu Uyg'ur mahbuslarning terrorchi ekanligini bildirdi. Ma'lum bo'lishicha, bu mahbuslar 24 soat ko'zi kishan bilan qamaldigan bo'lib, norozilik bildirganlarni Xitoy saqchilar har qachon naq maydonda etib etish huquqiga ega ekan. Buningdan 5 yil ilgari Yakanning Elishqo yezisida bir maydon qirg'inchilik voqeasi yuz bergan bo'lib, Xitoy hukumati shu qitimliq voqeada 100 ga yaqin kishining o'lganligini e'lon qilgan edi. Yaqında shu voqeaning bo'g'iniga 5 yildan oshgan bo'lsa-mu, shu kuni Xitoy hukumatiga yordamlashish uchun naq maydonga borgan Abdumid Umarning hozir diniy asabiylik bilan ayblanib, lagerga ilib ketilganligi oshkorlandi. Elishqo qirg'inchiligi haqida tashqi dunyoga uchur yo'llagan Abo Bakri Muhammad ayni vaqtda chet elga uchur yo'llagan deb ayblanib, tutqun qilingan edi. Yaqında uning muajiratdagi dadisi uningga 9 yillik qamoq jazosi berilganligini aytdi. Yaqında Xitoy hukumati 50 davlatning o'zlari yo'lga qo'ygan terrorlik va asabiylikning oldini olish harakatini qo'llab, bayonot e'lon qilganligini bildirdi. Ajablanarli yeri bu davlatlar qatoriga Eron, Falastin, Iroq qatorliq islom ellarining qo'shilishi zo'r diqqat qo'zg'adi. Ma'lum bo'lishicha, Saudiya Arabistoni qatorliq bir qism islom davlatlari Xitoyni qo'llash bayonotiga imzo qo'ygandilar kuchli tanqidga uchragan edi. Endilikda Uyg'urlarga o'xshash ozodlik kurashiga atlangan Falastinning bu safga qo'shilishi xalqarada g'ulg'ul qo'zg'adi.
Xalqarалық axborot vositalari bu haqda obzor va maqolalar e'lon qilib, G'arb dunyosi Uyg'urlarni himoya qilayotganda musulmon ellarning Xitoyga yon besishi haqiqatanmi bir fojia deb ko'rsatdi. Muhtaram televizor ko'ruvchilar, yuqorida Erkin Asiya radiosi Tor televiziyasining haftalik muhim xabarlar sahifasini ko'rdinglar. Kelar hafta ko'rishaylik. Xayr xo'sh.